Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyimizni başlayımız. Hazır torbetlerde, matbuatlarda, Asiyada 3. Dünya uruşı kozgulamdı deydiğen tema asırda muhakemeler ve fikirler, tahliller yürüptü. Biz şunun yarışa iki parça leksiya tayyorlagan edik, lekin bu leksiyimiz vatandaşıga allaqachon bunday leksiyalarning mazmuni va bu xabarlarning mazmuni vatandaşıga allaqachon tarqalib bo'lganligi uchun onu qisqartib biz o'zimizning gapini qilishga keldik. Lekin shundaqdimi tayyorlagan bir parcha maqola, masalan bir parcha leksiya, bir parcha maqoldan foydalanib tayyorlangan bir leksiyani vatandoshlarga anglitishni loyiq topdik. Buni da mana bundaq mavzu bundaq qo'yilgan ekan. Angliya matbuotlari Jungo bilan urush qilishdan saqlang'ili bo'lmamdi dedi mavzuli xabar. 4-oyning 19-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Jungo Janubi dengizda bir top bo'rilarning qo'rishovuli qolgan bir paytda Amerikada 5 burchaklik bino yollab ishlatgan sun'iy hamroh surat tortish shirkati Jungoning Janubi dengizidagi harakatlariga zich agressiv surat tortib, Yaponiya sahip halligida chaqirilgan 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrligi yig'ini Jungoga qartib dengiz okean bexatarligi bayonoti e'lon qilgan bir paytda Filippin o'z oldi xalqaro sudga Janubiy dengiz masalasi to'g'risida arz da'vo qilib, buning natijasini kutib turayotgan shundaq bir paytda Janubiy dengizda urushdan haqiqatan saqlang'ili bo'lmamdi. Angliya Kundalik Telegraf gazeti 4-oyning 18-kuni Jungo bilan urush qilishdan saqlang'ili bo'lmamdi mavzuli xabar e'lon qilib, maqolada bundaq ko'rsatdi. Agar Jungo Janubiy dengizda davomli harbiylashtirish, Amerika Qo'shma Shtatlari munosib holda Janubiy dengizdagi harbiy mavjudligini kuchaytirdi. Eng oxirida Amerika bilan Jungo harbiy to'qnashuvga kirib keldi. Maqolada bundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi munosabatlar komiteti Sharqiy dengiz va Janubiy dengiz ko'rishisi davlat manfaatining halqiliq bir tarafı deb hisobladi. Xuddi Suriya, Chavshan, Iroq masalasiga o'xshash shundaq muhim ish deb hisobladi. Amerika Janubiy dengizga kirgandan keyin Brayanda vaziyat texmi murakkablashdi. Maqolada London Universiteti Padişah instituti tadqiqot guruhining tahlil natijasini naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning Janubiy dengizida diplomatik vositalarni ishga solishi cheklik bo'ladi. Masalan, Janubiy dengizdagi masalalarni Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo diplomatik masalalar diplomatik vositalar bilan hal qilishi cheklik bo'ladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komiteti urushdan oldin olish to'g'risida bir qaror chiqargan yo'q. Janubiy dengizdagi harbiy harakatlarni azaytish to'g'risida bir nima deyishi bexatarlik komitetining buning eg'izga olg'achiligi yo'q deydi. Demak, Janubiy dengizga aloqador har qaysi taraflarning suhbatimi masalalarni hal qilish cheklik bo'ladi. Her qaysi davlatlar o'tirsa bir-biriga ishonmaslik texmi kuchaymoqda deydi Angliya nashr qilingan Kundalik Telegraf gazeti. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi ministri Ashton Carter 4-oyning 15-kuni Osiyoni ziyorat qilgan mezgilda Stanis belgilik havo matkiga chiqib Janubiy dengizda talash tortish bo'layotgan suv yuzidan o'tdi. Havo matkiga chiqib o'tdi. Matbuotlar bundaq ko'rsatdi. 5 burchaklik bino Janubiy dengiz ishlariga ko'plab aralashgan sari Jungo o'zining harbiy kuchini kuchaytirishga shuncha ahamiyat beradigan bo'lib qoldi. Orol yasashni, aeroplan yugurish yo'li yasashni,
qada tashladı, qurilish elib berishni, bu yerga radar va boshqa harbiy aslahalarni saplashdan Jungo hukumati kuchaytdi. Minister Ashton Carter Janubiy dengiz ziyorat qilgan shu kuni Jungo davlat mudofaa ministri inkos qaytarib, Harbiy ishlar komitetining ma'muriyati Pan Chang'ning aloqador bo'limlarining rahbarlarini boshlab Janubiy dengizga boradiganligi va g'arbiy taqim orollarini ko'zdan ko'chirganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Amerika nashr qilingan davlat manfaati jurnalining to'g'ri betida agar 3-Dunyo urushi Osiyoda qo'zg'alsa, Osiyoda portlasa, mavzuliq maqola e'lon qilib 3-Dunyo urushining Osiyoda portlashining mumkinligini ilgari surdi. Gerçi maqolada Amerika Sovet to'qinishi orqali Amerika bilan Jungoning dengizdagi harakatlariga bishorat qilingan bo'lsin. Bu deganlik endi Amerika bilan Qo'shma Shtatlardan sobiq Sovetlar so'q munosabatlar urush davridagi ilishlarni bishorat qilib ko'rishib turib, Jungo bilan Amerikaning az Janubiy dengizdagi harakatlariga bishorat bergan bo'lsa-mo'di. Stans belgilik avomatning yaqinda Janubiy dengizda faoliyat qilishi Amerikaning Sharq Osiyo oldingi sepida bo'libmi Janubiy dengizda texnik ilg'ori harbiy aslahalarni o'rinlashtirganligini va bu orqali yuz berish mumkin bo'lgan ma'lum ko'lamli dengiz usti Amerika Jungo to'qinishiga taqobil turganligini ko'rsatib berdi. Angliya pul muomala gazeti ansirab mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo ikki davlatning strategik o'zaro gummonlashishi Janubiy dengiz vaziyatini keskinlashtirdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Beijing, Washingtonning Janubiy dengizda Jungoni cheklamoqchi bo'layotganligiga ishonadi. Beijing, Washingtonning Janubiy dengizda Jungoni cheklamoqchi bo'layotganligiga ishonadi. Shundaqla Washington Jungoda qattiq qo'llaning Amerikaning bu rayondagi bexatarlik qo'g'dash o'rniga tahdid solayotganlik, xiris qilayotganligi ishonadi. Amerika bilan Jungoning qarshilashishi allaqachon harbiy tirkishish qatlamiga kirdi deydi Angliya nashr qilingan kundalik telegraf gazeti. Demak, Amerika bilan Jungoning qarşılışı allaqachon harbiy tirkishish qatlamiga kirdi.